Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston hududida qaysi viloyatlarda yomg'ir qor yog'ishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 12 mart kuni qanday ob-havo bo'lishini prognoz qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-5 daraja sovuq, kunduzi 6-8 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq. Ustyurtda kechasi 10-12 daraja sovuq, kunduzi 4 daraja sovuq, 1 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 4-9 daraja iliq. Navoiy viloyati cho'l hududida kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 10-15 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq bo'ladi. Muhim hodisalar. 11 martda respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarda sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. 11 martda respublikaning tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi bor deyiladi xabarda.